Salom do'stlar, Zero Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Green bir Legacy o'yinini xolajonimni robotini o'g'irlab qochishga harakat qilamiz. Do'stlar, video ochamizni boshlamasdan oldin bir dona like bosib, kanalimizga yangi bo'lsa, shunday birodarlar, oyoqlaring bilan bo'lsa ham bitta like deb bosib qo'yinglar, chunki bizni qarang akalar, kanalda 90% odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti do'stlar. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar qo'llab-quvvatlaring bilan, qo'llab-quvvatlashing bilan Xudo xolisa Hop, bir kega chiqamiz. Hop, do'stlar demay boshlayapmiz. Hop, короче, tavakkal mana ehtiros degan narsani bosib qo'ysak, xo'sh, uy ichida xolajonimni roboti paydo bo'ladi. Xo'sh, demay kiryapmiz. Menimcha akalar bugun ancha qiyinroq bo'ladi, chunki xo'sh, xolajonim bugun bizga вообще kun bermasligi ham mumkin. Hop, demay boshladik o'yinda. U mana dahshatli akalar. Короче, bu Granny birdan ancha-muncha farq qiladi, lekin menga вообще yoqadi do'stlar. Xo'sh, demak, u akalar vazi yashilga bo'yalib qopti. Xo'sh, aytganimdek, akalar qani bo'tni ko'ramiz. Men bu o'yinda faqat hard o'ynardim. Buni olamiz. Endi xola ham kelayotgan bo'lsa kerak-a. Buni tashlaymiz. Mana xolajonim kelyapti. Tasha buni tasha. Yaxshi. Xo'sh. Mana xolajonim. Siz bundan battariga loyiqsiz xola. Sizni ko'p bola sog'inadi-da, chunki xola. Mana shu xola nimasini yaxshi ko'rasizlar? Menga aytinglarchi bolalar, вообще menga mana shu xola yoqmaydi. Xo'sh, endi mana shu yerdan tushib ketishimiz kerak. Voy akalar, oyoq sinishi вообще yoqmaydi menga. Oyoq singandan keyin lapanglab yuradi bu bratishga. Hop, mana o'tiramiz. Endi bu tomonga suramiz. Bu keraklichi. Akalar weaponki bizga вообще kerak bo'ladi. Demak, tomondan suramiz, yaqinroq bo'lishuncha yo'limiz. Xo'sh. Keyin weaponni olib atverkani ochishimiz kerak. Hali ancha tush kerak. Xo'sh, demak, buni ochamiz, lekin birinchi qarg'a tomonni tekshirib olish kerak-da do'stlar. Mayli, birinchi qarg'a tomonni tekshirib olamiz. Tez-tez shoptali. Xo'sh. Xo'sh, nima bor ekan qarg'ada? Akalar, вообще cho'tki narsa. Bu fleshka nima desalar-da, bu robotni ishga tushiradigan narsa bo'ladi. Bu bizga juda ham kerak bo'ladi. Buni tashlaymiz. Endi demak, endi bizni arbaletchamiz qay ketdi. Buni ol, hozir holi kelib qoladi. Digdoring uchun. Buni oldin akalar ko'ryapsizlarmi? Bu вообще o'zgargan Legacy edi. Bir cho'qsa hamma joydan qon bo'ldi. Buvimizni ko'rsatdi endi bu ham akalar. Xola tirilmanimki ish qilib, agar xola kelsa ish tamom akalar. Вообще yomon bo'ladi. Xo'sh. Undan nima qotyapti? Sal-pal o'yinda qotishlar bo'ladi do'stlar. Endi bilasizlar, bo'lib turishi kerak. Xo'sh. Qani buni otamiz. Yaxshi. Tushdi atverka. Qani buni olamiz. Endi xola tirilmanimkin. Xola yo'qmisiz? Ilohim yo'q bo'lib ketgan mashinalardan bir sizdan qutulib bir qachon biz ham davrimiz kelarkin a. Ana buni ham kesamiz. Akalar safeki. Buni tashab qo'ysak bu yoqqa xola keladi. Endi xola ham sekin lapanglab yurganda yetib kelmaydi-yu, endi akalar qirqadigan. Вообще cho'tki narsa bu ham. Voy, qoch. Xolajonim ozgina bir yo'talib keladi-da, bir reski men oldimga chiqib kelasiz-a. Bizga atverka kerak. Xo'sh. O'zi nimamiz bor-da, buni tashlab yuboramiz. Endi sekin chiqib arbaletdan ovurish kerak. Ana xolajonim ketapti-ku. Ko'rib qolmasinlar yana xola. Xola chiqib ketdingizmi? Eshikni yopay. Ana bo'ldi. Bag bo'lib qolgan ekan. Xo'sh, endi xolajonimni bir otib yorsak peshonasidan. Xola, qoch. Akalar. Qani. Akalar xolan basharasiga tegdi. Вообще zo'r bo'ldi. Qolamiz endi. Bir ana shu qarg'a tomonlarni yana bir tekshirib kelamiz. Yur shoptali. Короче, endi bu tomonga yuramiz. Xo'sh, endi sekin-sekin qidiraveramiz-da. Men fleshga ham mashina turibdi ekan. Xo'sh, demak, bu yoqqa tushamiz. Nima bor ekan bu yerda ham? Bizga hech bir kerakli narsa bormikin? Yo'q, fuse bor ekan akalar. Fuse kerak bizga, juda ham kerak.
Hop, yaxshi. Hop, endi buni hozircha bizga keragi bo'lmaydi. Hop, bizga ana bu kaltaga kerak bo'ladi do'stlar. Hop, o'tni ochamiz, hech bola yo'q. Hop, birda uzun hop kaltak bo'ladi, kaltaymi bir tayoqchami, xullas ana shu yordamida biz hop robotni oldiga chiqa olamiz. O go'sht turgan ekan akalar. Hop, o'rgimchakning oldiga chiqsak, xola yotibdi ekan, men xola tirilibdimi deb o'ylabman do'stlar. Hop, mana bu qopqonga tushirib qo'yaveramiz. Hozir qopqon tushib qolsa xola qo'yayotganda ishkal bo'ladi вообще, keyin bizni xola qo'yib yubormaydi. Xo'sh, demak, qani u akalar bir ekan raqam. Hop, hozircha bizga raqam kerak emas. Bizga hozir Hummer kerak. Endi Hummerni ham qayerlardandir topish kerak. Hop, bu tomonda nimadirlar turibdi. Xo'sh, ana buni boschi. Xo'sh, bo'tga endi kitob top kelish kerak. Kitobni hali ko'rmadik. U birinchi bor ekan. Kitob hali topmadik do'stlar. Shuning uchun ana fleshkani olib kelib qo'yamiz. Hop, menimcha xolatirilmadimi? Qani? Xo'sh, yo'q, xolatirilmabdi do'stlar. Yaxshi. Bu degani bizni foydamizga ishlaydi, chunki xola bo'lsa ancha qiynalamiz do'stlar. Mana shu yerda turgan bo'ladi. Hop, eshikni och. Xo'sh do'stlar, demak buni hozir tashlab olamiz. Hop, buni tashlab olmay olib chiqamiz. Mana robotni ham birorlar qissalarga ko'rsataman. Xo'sh, mana hop botga nimadir kerak. O fleshkani hozir tiqish kerak. Hop, yo'q, bu yoqda ekan, yo'q, uzr. Hop. Ana tiqdik. Endi elektrni ochib, bizga hozir kabinetga ham kerak bo'ladi do'stlar. Xo'sh, demak, hop, endi sekin chiqaveramiz. Endi xola tirilmadimikin do'stlar? Xola kelayotgan ekan. Voy, xola endi sal insof bilan o'ynaydi, iltimos kelmang. Kelmasmikin do'stlar? Voy, xola bezrayib kelyapti biz tomonga. Ana bu jon keling, yumasam yo'qolib keting bu yerdan. Xo'sh, endi bizga weapon key kerak. Arbalet kerak deganim, chunki arbalet bilan hozir xolani uxlatish kerak, bo'lmasam xola bizga yaxshi kun bermaydi. Keyin ana o'rgimchakga ham boramiz. Xo'p, qani o'tir. Xo'sh. Hop, mana shu tomonlarda qoldirgandik menimcha. Hop, mana ekan do'stlar. Lekin akalar narsalari yashilga bo'yab qo'yibdi, menga вообще yoqdi shu. Xo'sh, demak, endi qoqilmay sekin borib olsak o'sha tomonlarga. Hop. Endi sekin chiqamizda. Xola jonim kelmayaptimikin? Lekin xola kelsa ish tamom. Voy, xola jonim. Sal bir yo'talib keladi odam degan. Akalar, yuragim chiqib ketdi boru, xola вообще umuman bizga vahshiylashib haddidan oshib ketyapti. Hop, короче, shu o'rgimchakni ham bir tekshirib olishimiz kerak. O'rgimchakda ham bir normalniroq narsa bo'lsa-da do'stlar. Hop, menimcha normalniy narsa chiqadi. Xo'sh, qana tegmasa lekin boshqa o'q yo'q. Xo'p, yaxshi do'stlar, tegdi. Hop, bu qarg'ada yo'q akalar, fleshkani oldik. Xo'sh, demak endi buni olamiz. Hop, bizga endi Hammer kerak bo'ladi do'stlar. Hop, endi Hammer qayerdan chiqardi do'stlar? Hammer izlash kerak. Hop. Narigi tomonda nima bor? Teddy turibdimi do'stlar narigi tomonda? Agar narigi tomonda Teddy turibdi, Teddy narigi yoqda turmasmidi? Voy, loy. Xola shitga ham qopqon qo'yasizda. Hop, mayli. Hop, buni tashlab yuboramiz. Hop, endi bir boshdan shu hovlilardagi narsalarni ko'rib boraveramiz. Hop, Hammer qayerdan chiqar ekan? Hop, bu yerda yo'q. O, akalar, mana bor ekan, tarvuz. Kimni tarvuz yegisi kelyapti? Hozir ro'zada hech kim yemaydi menimcha. Xo'sh, qani? Hop. Ana bu yerlarda nima bor o'zi? Xo'sh, sekin tekshirib olamiz. Buni tashlab qo'yamiz. Xo'p, akalar, mana bu kitobni topdik. Bu вообще zo'r degani. Xo'p, endi xola qaysi tomondan keladi? Xola, iltimos, kelmay turing. Bilaman, vaqtingiz bor hali. Uxlayvering maza qilib. Endi sizdagi qarang insonlarga qancha uxlasa shuncha yaxshi-da, to'g'rimi? Hop. Endi do'stlar, qayerda to'xtagandik? Hop.
Qayerda to'xtagandek do'stlar, bir tashqariga chiqib kelamiz. Voy akalar, ana unda dumalatvordim endi hola keladi, to'g'rimi? Xo'sh. Mana ko'ryapsizlar, Grenni bir originalda bunday narsalar bo'lmas edi. Shotgun, hozir shotgun ham bizga jay unchalik kerak emas. Xo'p, o'tga tashab qo'yaveramiz. Xo'sh, tashab yuboraveramiz buni. Menimcha hali holat tirilmadi, chunki tirilganda bizga si deb kelish kerak edi. Hop, o'tlar yopib qo'yish kerak. Chunki hozir xola kelyapti ekan akalar. Ko'ryapsizlarmi? Вообще xola tullakda tullak. Ol. Hop. Ol. Hop, yaxshi. Sal qoldi xola. Vacha. Yaxshi do'stlar. Hop, bundan oldingi videoda sizlar bilan xolajonimni nima desam bo'lar ekan? Mana mo'makasi tufuribdi. Hop, bundan oldingi videoda hard rejimda qochgandim. O'rgimchakda Teddy bilan ko'rganlaring endi. Hop, bir o'rgimchakni uyiga ham tushib chiqishimiz kerak. Ana shu yerda ham nimadirlar bo'lishi mumkin. Hop, ana tushamiz va hop tushdik. Cho'ta yomon tushdikmi deyman akalar, oyoq sindi. Hop, qani bu yerdan ham tushamiz. Hop. Endi o'tir biratishga o'tir. Hop, endi bu tomonda hop shotganni menimcha yig'diga akalar 3 ta qismini. Hop, endi Angelina Spider qayerga ketdi? Menimcha mana shu yerga ketgan. Yo'q akalar, mana botda ekan akalar. Ajal turgan ekan oldimda. Hop, mana ko'rdi bizni. Hop, mana buni olamiz. Hamma yerga qoch bu yerdan. Cho'ta bu o'yinda Angelina Spider tez ekanmi bilmayman вообще lekin. Hop, bizga endi veli krah kerak. Yana nima desalaring, hop bu aylantiradigan bo'lib, yashirin eshik ko'chadan uni yerda turibdi. Hop, unga ham tushamiz hozir. Birinchi biz taxtalar olib kelaylik o'sha tomondagi. Hop, endi hamma ishlarni bitta qilish kerak, bo'lmasa вообще ulgurib bo'lmaydi. Xo'sh, qani ochinchi biratishga och. Hop, endi bu tomondagi taxtalarni olib tashlaymiz. Hop, buni botga qo'yamiz. Xo'sh, botda kabinet key bor ekan, bu yaxshi degani. Xo'sh. Hop, endi bum bilan mana bu yerni ochsak, robotdan qochgan yana bir qadam tashlagan bo'lamiz. Keruchi, ana ochchi. Hop, endi do'stlar, biz podvaldan haliginday narsani olib kelsak, hop, uzun kabelga o'xshagan narsani keyin biz bu o'yindan qochib keta olamiz. Xo'sh, cho'ta holat tirilmadi menimcha. Ikki xola mana shu yerlarda ham yurib qolishi mumkin. Hop, do'stlarim, mana. Endi mana shu bilan podvalga bir amallab tushib olsak bo'ldi. Xo'sh, endi sekin leveldan chiqamiz. Xola yo'qmikin? Xo'sh. Ana xolajonim kelibgan ekan. Qoch, buni ochib qo'y. Hop, endi xola uni 1 sekund bo'lsa ham ushlab turadi mana shu narsalar. Hop. Endi akalar biz ana shu uzun kabelni olib chiqsak bo'ldi. Bu o'yindan suramiz. Men 1-2 marta praktika qilib ko'rdim chunki. Hop, agar do'stlar 450 ta obunachiga ega bo'lsak, hop bu o'yindan hard rejimda ham, expertda ham qochishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh. Voy akalar, Angelina Spider turgan ekan, yuragim chiqib ketdi. Angelina ketdimi? Ha, ketyapti. Ko'rdilaring akalar, вообще eplab bo'lmaydigan moment edi. Xo'sh, aylantiramiz. Xo'sh. Sekin qaraymiz, yo'qmi? Yo'qligida tez olish kerak, nima bor bu yerda qani? Xo'sh, hech bola yo'q. O'tirib mana bu yerda ham qarab olamiz. Xo'sh, qani nimalar bor ekan endi bu yerda? Xo'sh, rusty padlock yo'q, hozir bizga pedlaki kerak emas-da, bizga ana bu narsasi kerak edi do'stlar. Xo'sh. Menimcha u quduqning ichidan chiqqanmi-da do'stlar, bilmayman qayerdan chiqishini. Lekin ana shu yerdan chiqqan edi. Xo'p, endi Angelina Spider qaysi tomonda yuribdi ekan do'stlar? Xo'sh. Hop, mayli, buni tashlab yuboramiz. Endi uyning ichiga qaytsak do'stlar. Hop, voy, ekran urilib ketdi. Menimcha xolajonim ham tirilgan bo'lsa kerak, chunki hop, boya ham yuruvdi bizga qarab. U nima ekan bu? Bu akkumulyator tashlab qo'yamiz. Ovoziga nedir ekan xolajonim keladi-da.
Xo'sh, korotchi endi bu tomonga o'tsak, cho'tagilarni men qaysidir videoda ko'rgan edim, ana shu yerdan chiqqanini. Hop, mana buni olamiz. Bu mana shuni ichidan chiqsa kerak do'stlar. Hop, buni tashlaymiz. Xolajonim endi mana shu yerga keladi. Hop, mana xolajonim chiqib ketyapti. Endi xola ham ancha qarib qoldi do'stlar, bizni eshitmay qolgan bo'lishi ham mumkin. Hop, endi yuramiz. Ana shu tomonlarda ham bizga nima kerak bo'lsa olib chiqishimiz kerak. Hop, qani tur, birashga o'rnidan tur. Xo'sh do'stlar, endi mana shu yerdan chiqsa kerak. Qani, lekin akalar robotni ham 3-4 martadan hop zaryadlash kerak. Ha, do'stlar, aytgandim, mana chiqdi. Va nihoyat o'sha narsa chiqdi. Xo'sh, demak do'stlar, buni tashlaymiz. Xo'p, bo'ldi akalar. Endi mana shuni robotga olib borib zaryadlasak, hop, ish bitadi. Biz suramiz. Hozir birinchi navbatda xolani uxlatish kerak, chunki biz 2-3 marta tushib chiqamizda. Va akalar, qopqon qaranglar turgan joyini. Hop, tushib qolsam, xola kelsa tamom. Xo'sh, buni tashlab turamiz. Hop. Hop, olamiz. Endi xola qayerdan kelyapti ekan do'stlar? Ha, mana xola otamiz bo'ldi. Hop, qani ol, buni ol. Endi 2 marta zaryadlashimiz kerak bu robotni. Birinchi 2 tomonini, keyin yana bitta mana bu yerdan zaryadlaymiz, keyin yana 2 tomonini. Hop. Qani, o zaryadladi. Hop, endi robotni oldiga chiqib yana zaryadlash kerak. Hop, endi birinchi marta qochishim robotdan, lekin umuman qochib ko'rmagandim. Hop. Hop, agar like va obunani ko'paytirsalaring, ekspertda ham qochib ko'ramiz. Xo'sh. Hop, buni zaryadlaymiz, bu yoqdan zaryadlaymiz. Bu yoqdan ham zaryadlaymiz. Endi yana bir marta tiqib kelsak. Hop. Keyin esa biz bu o'yindan surib yuboramiz do'stlar. Xolani robotini o'g'irlab qochib ketamiz xolani uyidan. Hop, ana shu narsa nima ekan? Hop. Teddy bor ekan. Teddy bilan qochamiz do'stlar. Xolani uyidan Teddy bilan. Hop. Endi Teddy ham kakrazoni shu yerda ekan. Xo'sh, qani. Hop, zaryadladik, bo'ldi. Endi do'stlar, hop, biz yana bir marta zaryadlasak bo'ldi. Hop, mayli, ishi xola, menimcha xola tirilmadi. Xola tirilganda kelish kerak edi. Xo'sh. Endi mana bu 2 tomondan zaryadlaymiz. Qani, bo'la qol. Hop. Hop. Qani. Hop, endi mana shu yerga bosish kerak edi. Hop. Ha, mana do'stlar, robot zaryadlandi. Hop, endi do'stlar, hozir biz Teddy'ni olib kelishimiz kerak mana shu yerga. Hop, buni tashlab qo'yamiz. Xo'sh. Teddy bilan qochaveramiz do'stlar, korotchi. Hop, buni olamiz. Hop, qani buni chiqar, buni ham chiqar. Qoch. Hozir xola kelib qolishi mumkin. Hop, mana Teddy'ni ushlayapti, cho'ti yurak duk qilyapti. Xo'sh, endi robotga chiqib olsak bo'ldi akalar. Xolani ko'zini qizartirib qochib ketamiz. Hop, mana do'stlar, xolani uyidan robotini olib qochdik. Easy rejimda Teddy bilan qochib ketyapmiz. Hop, mana. Hop, mana intro sal g'alatiroq ekan. Hop, qochib ketyapmiz mana. Xolajonimning ko'zi qizarib qoldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin. Xayr.